Navbatdagi lavhamiz Kadastr agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan bo'lib, Ozod yurt va toza kelajak loyihalari doirasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot beriladi. Bugun yurtimizda har bir hududni obod, har bir maskanni yanada go'zal qilish yo'lida keng ko'lamli tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Ayni shu ezgu maqsad yo'lida Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan Obod yurt va toza kelajak ekologik challengelari doirasida navbatdagi amaliy ishlar Ohangaron tumanining Galaquduq mahallasida o'tkazildi. Tadbir nafaqat hududni obodonlashtirish, balki jamiyatda ekologik madaniyatni yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Ekologik aksiya davomida daraxt va manzarali butalar ekilib, mavjud yashil maydonlar tozalandi. Hududda chiqindilar yig'ishtirildi. Piyodalar yo'laklari atrofida obodonlashtirish ishlari olib borildi. Mazkur tashabbus atrof muhitni asrash, yashil makonlarni kengaytirish va sog'lom ekologik muhitni shakllantirishga qaratilgan. Kadastr tizimi xodimlarining bunday ezgu ishlarni amalga oshirishdagi faol ishtiroki ularning nafaqat kasbiy, balki ijtimoiy mas'uliyatini ham namoyon etadi.